Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzingizlar, charchamayapsizlarmi? Hozir bizda shunaqangi vaziyat bo'lyaptiki, bu video murojaatim hammaga umid qilamanki, mana butun O'zbekiston, butun raqs san'ati muxlislari qo'llaydi. Hozir bizda shunaqangi sharoit bo'lyaptiki, biz mana bu Yakkasaroy tuman kelajak markazida mani o'zim shaxsan 12 yildan beri shu faoliyatda ishlab kelmoqdaman. Lekin bizga dushanba kuni kechqurun shunaqangi ma'lumot kelyaptiki, bizda Respublika kelajak markazida Igor Krutoy bilan memorandum imzolangan. O'shaning uchun 3-qavatda butun qavatlari bo'shatilib, o'qituvchilarni o'zi xohlamagan tarzda binoni tark etish talab qilinmoqda. Iltimos emas bu, yoki misol uchun o'qituvchini ogohlantirish emas, talab qilinmoqda. Bu bilan biz nima demoqchimiz? Hozir shunaqangi yordam berishingizni so'raymiz. Iltimos bu videoni ko'plab repostlarga joylashtirib, bo'lishib, tarqatishga yordam beringlar. Chunki bu xabarimiz aynan Maktabgacha ta'lim vazirligiga, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, Saida Mirziyoyevga murojaat qilmoqdamiz. Iltimos bizga yordam bering. Bizni hozir 270 ta nafar o'quvchini hech qanaqa ogohlantirishsiz ko'chada qoldirishmoqda. Ya'ni o'zimizni xonamiz, raqs xonamizni olib qo'yishmoqda, ko'chada qoldirishmoqda. Shuncha iltimos qilishimizga qaramasdan bizni iltimoslarimiz umuman qabul qilinmayapti. Umuman eshitmayapti ham bizni hech kim. Shunda olib xonani bo'shatib chiqib ketinglar. 1-iyuldan remont boshlaymiz deyilyapti. Hech qanaqa, hamma darslarimiz hozir admin, o'quvchilarimiz yo'q hozirdan данный момент, потому что chunki xonani olib qo'yishmoqchi. Shunchaki kelib, buzib xonani remontga tayyorlab, shuncha o'qituvchi, eng kamida 8 ta o'qituvchi 270 ta bolani ko'chaga haydashyapti. Iltimos bu video murojaatimni ko'proq tarqatib, yordam berishingizni so'raymiz. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat.